Assalomu alaykum akalar. Ko'rasizlarmi, shunaqa shuruklarimiz kelgan, bizlarni 76 lik Plus ham deyshadi. Hozir bularni polni hamyolarni qatlarda farqi bor sifatini ko'rsatib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin like va podpiska bosib, bizlarni kuzatib boringlar va biz sekin boshlaymiz. Xo'p, akalar bularni hozir bitta-bittadan qo'yib oldik. Men sizlarga hozir hamma teshiklari bo'ladimi, ichlari bo'ladimi, hamma yog'ini birma-bir obzor qilib ko'rsataman. Valdan boshlaymiz. Qani ketdik. Akalar, bizning vallarimiz keladigan bo'lsa, uchlari va boshqa hamma yog'i pashti kalyonli bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Yo'llarga e'tibor bersanglar. Kalyonli, tutasi ishlatilmagan, juda sifatli, mo'shni bo'ladi. Va keyin katsvani yaxshiroq qilib ko'rsanglar, akalar, mana mana shu yerda o'sha tishlarni, zublarni ko'rsanglar bo'ladi, qanaqa rovni chiqqanini. Mana maydalarni ham sifatli bo'ladiganlar o'sha rangidan ham bilib oladi. Atak kep ko'rib ketib olsalar ham bo'ladi akalar. Ko'rib turibsizlar. Va keyin mana bu chulugimizga keladigan bo'lsa, chulugimizni ko'pchilik masalan bartovoy deydi, xalqlar boshqa narsalarni aytishadi. Hozir men sizlarga buni qo'lni ko'rsatib o'taman, teshiklarni, nimasi borligini. Xo'p, qaranglar. Xo'p, kabinani qotadigan taraf menimcha bu. Xo'p, 1, 2, 3 ta teshigi bor bu yoqda. 1 bu yoqda ikkita bu xotirlangan rezvali bo'ladi. Mana ko'rsatibsizlar. Rezvali, bu yoqda ham rezvali. 1, 2, 3, 1, 2, 3 yana 3 ta teshik. Общий bu yoqda 9 ta, 11 ta teshik bo'ladi. Ikkitasi anaqalik rezvali bo'ladi. Keyin mana bu yoqda teshigini ko'rishingiz mumkin. Shunaqa teshikchasi bor va ichiga keladigan bo'lsa, ichini hozir men sizlarga fonar bilan yoqib ko'rsataman. Undan oldin qo'lni bir ko'rib olinglar qanaqaligini buni. Shunaqa holatda tegi. Bemalol mana ichini ko'rishingiz mumkin. U tarafdan ham hali ko'rsatamiz. Biz bu yerdan ko'raverasizlar. Mana sifatlariga gap yo'q. Quyma bo'ladi ularga, zavodskiy. Quyma mahsulot. Ana tufti ulama yoki qanaqadir ham oddiy materialdan ishlanmagan. Bu tarafdan ham bir ko'rsatib o'tamiz. Mana ishlari bu. Va endi bunaqasiga men sizlarga teshiklarni ko'rsataman. Qaranglar. Hop, bu yerda bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta teshigi bor общий. Общий 9 ta teshik bo'ladigan bo'lsa, bulardan yana ikkitasi akalar shunaqa rezva ochilgan varianti. Rezvali. Ko'rasizlar. Sifatlarni tiniq qilib ko'rsanglar, videoni bilosizlar bo'ladi akalar. Xohlasanglar ko'rib ketsanglar ham bo'ladi. Dastavka qilib ham chiqazib beramiz. Va mana bu yo'llarni ko'rsatib o'tamiz. Keyin narxini so'raganlar uchun akalar, narxini mana shu yerdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar yoki Telegram adminlarga yozsanglar yetishadi. Shu yerda gaplashib olamiz. Narxini aytmayapsizlar deganlar uchun kelishtirib, chiroyli qilib beramiz iloji boricha. Mana bu yerda bir tarafida ikkita rezvali teshigi bo'ladi. Bu yog'iga o'tamiz. Bu yoqda ham ikkita rezvali teshigi. Har tarafida. Mana bu yoqda общий rezvali teshiklar soni 4 ta. Va mana bu yoqda 2 ta. Общий shunda 2, 4, 8, 10 ta teshigi bor ekan, ham chetlarini hisobga olsak. Akalar, soniga keladigan bo'lsa, sonidan xudo xolasa xavotir olmanglar, chiqazib beramiz, nechta desanglar. Ko'rib turibsizlar, kolleksiyamiz bor. Nechta komplekt kerak bo'ladigan bo'lsa va eng katta narsalardan bittasini aytaman, bizda narxi qimmat bo'lishi mumkin, lekin xudo xolasa sifati hech qachon uyaltirib qo'ymaydi sizlarni. Xohlasanglar, oldin biz ham sotganmiz arzonroq variantlarni 10 millionga, 11 millionga yoki 9 millionga ham sotilgan bu narsalar. Faqat akalar u yoqda umuman boshlaydi. Masalan, teshik joylari yoki bir ikkita salniy joylari, pachimniy joylari o'ynab qolib, tushmasdan necha marta vazrat bo'lgan. Shuning uchun akalar unaqa narsadan voz kechganmiz. Shunaqa eng sifatli, narx qimmat bo'lsa, lekin zo'ridan bo'lsin deb shulardan olib kelib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar akalar, yetkazib ham beramiz. Faqat dastavka o'zingizlardan bo'ladi puli. Va keyin o'zingizlar taksi tanishinglar bo'lsa, jo'natsanglar ularga ham berib yuboramiz yoki o'zingizlar kelib ko'rib olib ketinglar sifatini akalar. Sifati men aytolmayman, butun O'zbekistonda yo'q bunaqa sifatdagisi va kar-kar qiladiganlar bor. Ularda ham yo'q akalar. Ishonaveringlar, bir ko'rib kelsanglar bilasizlar. Bu katsvani, kalyoniyligini, sifatlarini ko'rsanglar bir bilasizlar. Har doim birinchi bizda sifatlilari, keyin qolganlarda bo'ladi. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi akalar.